Bu ham Bu belgini ko'rgan bo'lsangiz kerak-a? Bu belgi aslida mavjud emas. Furot. Chata bu ham aytamiz mana. Agar shunaqa belgi mavjud bo'lsa, nima degani bo'lar edi? Qarang, trotuardagi odam uxlayapti, baqindan qaytib ketgan mana bildiradi deb yozib qo'yishgan, tamom. dam olish gastitsalarda qo'lda dam oluvchi parkovka bor degani. Qarang mana bittasi yotibdi-da. Нормально говорю всё. Remont qilinayotgan yo'llarga administratsiyaga chiqaradi bular. Ha, remontli joylarga qo'yadi, to'g'rimi? Remont bo'layotgan joylarga sariq vaqtinchalik degani bu. Bunisi administratsiya yil bildiradi, yil remontini bildiradi. Dam olish joyi borligi ekanmi? Dam olish joyi bor. Men bilmadim. Lekin dam olish joyi borligi shunaqa joy. Qatlarga qo'yiladi bunaqa belgilar. Asosan qushlar dengizlar bo'ylarida qushlar uchib yuradi-ku, o'shalar mashinaga burilish xavfi bo'lsa, shunaqa belgilar qo'yish mumkin. Hayvonlar bor joyga bo'lmasa. Zooparklarni oldida bo'lishi mumkin-a? Ko'rmaganman. Ko'rmagansiz.